Assalomu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnamə namlıq romanının davamıға qulaq sağaysızlar. Qashqarning qishi oz, soğuq ədyaz degan gap bekor chiqmagan bo'lsa kerak. Bu yil ədyaz Qashqarda soğuq boshqacha qattiq bo'ldi. Garchi No'ruz bayrami yaqinlab qolgan bo'lsa-mu, havo jo'dunliq edi. Osmonning o'g'zisi teshilib ketgandek to'xtamay yomg'ir yog'ayotdi. Yomg'ir aralashib ancha-muncha qor mushqindab qo'yatdi. Ko'cha rastalar patqoqda michildab ketgan edi. Qashqarga zo'r umid bilan kelgan Xo'ja Sharif Qashqarini g'am besib edi. U dastlabda Samarqanddan birga kelgan Pir Muhammad Barlasni amir lashkarlik martabasini pesh qilib, o'ziga ancha itoat qilmasligidan ansirgan edi. Uzoq o'tmayla uning garchi sipoh bo'lsa-mu, lashkariy ishlarga ancha zavqi yo'qligini, buyruqbozlik qilib o'zini ko'rsatishga amroqligini, boy zardarlardek so'latlik kiyinib, bir to'p olqanotlar bilan sozanda raqqoslarni atrofiga jo'g'ilib olib, may sharob, bazmi mashrablarga berilib ketganligini, mol dunyo jo'g'lashga alohida herismanligini his qilib, xeyli xotirjam bo'ldi. Qashqar xalqi Piroji Muhammad bilan Pir Muhammad degan ismning farqi yo'q deb, uningga Pir Muhammad yangi deb laqab qo'ygan edi. Pir Muhammad Barlas Mirza Ulug'begning farmoniga itoat qilishni o'yladimi yoki Qashqarning ishlarini Xo'ja Sharif Qashqariga o'ngchi tashlab berib, bir mezgil fursat kutmoqchi bo'ldimi, aytavur hukumat ishlariga ancha aralashmaydi. Xo'ja Sharif Qashqari tog'dek ham ostida bir qo'lini o'ng qilolmay yurgani bilan u bu ishlarga ozroqmi boshqa turib ketmaydi. Parvoy palak holda o'zining ko'ngil xushligining avorchiligini yo'ratdi. Ambarlarda ochliqning kamchilligi Xo'ja Sharif Qashqarining beshini qatiratdi. Oldin qiyini Saydali olib Qashqar tabasidagi bug'doylarni o'rib olib ketganlik uchun ambarga ochliq kirim bo'lmagan edi. Piroji Muhammad shoyasti bo'lsa, Saydali olib qamalni bo'shatib Oqsuga ketgandan keyin shahardan chiqishga petinolmay, ochliq yig'ishga ko'ngilshimigan, ambardagi bor ochliqni yeb yotgan edi. Xo'ja Sharif Qashqari Mirza Ulug'begdan ochliq talab qilib ma'lumot yo'llagan bo'lsa-mu, texchilar xabar kelmayotdi. Ochliq masalasini hal qilolmaganlik uchun Qashqar tavasidagi xalqdan bir tuman lashkar elish xiyolidan voz kechdi. Chunki ambardagi bor ochliq bilan qo'lidagi lashkarlarni bug'doy o'rimiga ulashtirmoqni xeyli tez edi. Uning sizmo Xo'ja Sharif Qashqarining xeyli andishisi bor edi. Chunki havo jahonning illishiga ergishib, Oqsuda bargoh qurib yotgan Saydali olibni Qashqarga lashkar tortib kelmaydi degili bo'lmaydi. Shunga qattiq ehtiyot tadbirlarini ko'rdi. Shahar darvozasidagi qorovullarni ko'paytib, kirib chiquvchilarni qattiq tekshirdi. Atrofdagi yezi qishloqlarga lashkar chiqarib, fuqarolarning uylarini oqtirg'izib, ochliq yeqizdi. Ochliq yig'ishga qarshi chiqqan xalqni qattiq jazoladi. Shuning bilan Qashqar xalqining Xo'ja Sharifga bo'lgan noroziligi qaytadan kuchaydi. Oqsuga berib Saydali olibga arz qiluvchilarmi, uni Qashqarga tezroq lashkar tortib kelishga undigichilarmi bo'ldi. Samarqandga mangdirgan chaparmanlardan hech xabar yo'q, dedi Xo'ja Sharif Qashqari Pir Muhammad Barlasga qarab. Yana bir oy ichida ambardagi ochliqimiz butunlay o'ksiydi. Xon oliylari Andijon, Toshkent amirlariga yorliq tushirib, oziq-tulik avatib bas bo'ladi. Har kunidagidek avom ra'yatning uylarini oqtirib yiqqan ochliqda 4 tag'irmi tuzuk to'lmayotidi. Pir Muhammad Barlas bu gaplarning o'zi bilan aloqasi yo'qdek, chilimchisi o't yiqib uzatgan chilimni xo'rilditib sho'rig'inicha bahramon o'ttiradi. Xo'ja Sharif Qashqari biroz saqlab turgandan keyin yana eg'iz ochdi. Bo'lmasa, amir lashkar janoblari Samarqandga berib ahvolimizni xon oliylariga o'z og'zlari bilan ma'lum qilib boqqanligi. Pir Muhammad Barlas chilimni chilimchisiga o'zitib turib, Xo'ja Sharif Qashqariga ta'addi bilan qaradi. Gaplaricha kaminalari choparman bo'g'dakmanda. Yo'qsa, muddaini xato tushunyapmizlar. Chaparmanlarimizning ma'lumoti xon oliylarining diqqatini tortmagan chig'i, shuni sizning urug' tuqqanlar bilan ko'rishgach berib kelamdikan degan.
Biz Qashqarga menish oldida Mirza Ulug'bek oliylarining bergan farmoni yodlarida bordi, janobi Amir. Men faqat lashkariy divanning ishlariga boshqa turman. Qoldi ishlar bilan korim yo'q. U o'zlarining zimmasidagi ishlar. Meni aralashtirman demisizlar. Mo'g'uliston lashkarlari kelsa, jang qilib oldini to'sish, shaharni qo'riqlash mening mas'uliyatim. Navbat qiyinchiliklardan xon oliylarining diqqatini tortish zarur bo'lib qolsa, Samarqandga o'zlari berib kelsalar. Onungacha amir mahkamasiga men qarochiq bo'lib turay. Xo'ja Sharif Qashqari yana gap qilsa, Pir Muhammad Barlos bilan bir nim deyishib qolganligini his qilib, ochiqqa hay berishga majbur bo'ldi. Bu qiyinchiliklarmi o'tib ketadi. Vaqti kelganda bir tepik bilan Samarqandga haydab etmasam, Xo'ja Sharif Qashqari bo'lmay ketay. Xo'sh, amir janoblari. Boshqa ish bo'lmasa men qaytay. Xo'ja Sharif Qashqari akavurlik bilan oljanlab chiqib ketib qolgan Pir Muhammad Barlosning kaynidan adovat bilan qarab qo'ydi. Qishdan beri ikki o'g'lining yeniden ayrilmagan Saydali olib, o'zmi pishishga oz qolgan chog'da Qashqarga lashkar tortish ishiga qaytadan boshqa turishga boshladi. Atiyozdan beri Qashqarga lashkar tortib berishga ancha oldirab ketmagan edi. Chunki lashkar tortib olgan taqdirdami Xo'ja Sharifning Piroji Muhammad shoyastiga o'xshash jangi chiqmay yetib olishidan andisha qilgan edi. Navoda jangi chiqmay yetib olsa, lashkarlar yana oydalarda tunashga to'g'ri keladi. Bundaq bo'lganda Atiyozning egizbas havosida lashkarlar qiynalib qoladi. Oldingi qitimga o'xshash lashkarlar orasida yuqumli kasal tarqamaydi deganimi bo'lmaydi. Chunki Atiyoz faslida kasal oson paydo bo'ladi. Boshqa qitimga ish surki mingdan ortiq lashkarga talofat yetkazgan edi. Uning sizmi uzun so'zilgan g'alvasiz lashkariy yurish lashkarlarning ro'yini qaytirib qo'ygan edi. Xo'ja Sharifning ishini boshqacha tadbir bilan bir taraf qilib bo'lmasmi? Xo'ja Sharif jangga chiqmay sepilni mudofaa qilib yetib olsa, ortiqcha avvar bo'ldigan ekan. Uni jangga chiqardiganga yaxshiroq amal topsam bo'ladi. To'g'ri. Qashqar shahriga chondurmay, oz-ozdan yoshirincha lashkar kirgizay. Vaqti kelganda ichti-teshdan bir aql moslashsak, Xo'ja Sharifga jangga chiqmay yetib olishga amal qolmaydi. Balkim Qashqarni mush tadbir bilan osonli ilkimga ola olishim mumkin. Qashqarga lashkar tortib olgandan keyin shaharga yoshirincha lashkar kirgizman desam, ishlar pastga to'xtaydi. O chog'da Xo'ja Sharif sepil darvozalari mahkam etib olib, hech kimni shaharga kirgizmasligi mumkin. Hozircha bir turkum chaqqon, chapdas, bahodir yigitlarni oldin mang'izg'ash turay. Hozir bug'doylar taxti bo'lib bosh tortishga boshladi. Bug'doylarning pishishiga ulgurib Qashqarga yurish qilsam, ularni yana bir qitim ochliqdan qisqili bo'ladi. Oyg'oqchilar yetkazgan ishonchli ma'lumotlardan qaraganda, Qashqarda zapas ochliq asosan qolmabdi. Avom ra'yatning kun o'tkazimiga xeyli taskan. Bu qitim ularni ochliqdan mahrum qo'yilgan bo'lsam, shahardagi avomning Xo'ja Sharifga qarshi ko'tarilishi aniq. Bu chog'da Xo'ja Sharif cho'qim amalsiz qoladi. To'g'ri. Shunday qilay. Ogal Qashqar shahriga yaramli navkarlarni yoshirincha kirgizay. Bir qarorga kelib bo'lgan Saydali olib, lashkarlari orasidan Qashqar shivisida pishiq so'zlayoladigan 500 nafar navkarni tanlab, ularni savdogar, hunarvan kasib, ma'dikor, ishlamchi siyoqida yasandırib, bir necha turkumga bo'linib Qashqarga berishga buyruq berdi. Butkul harakatga Sarkarda Olchinbek bosh bo'ladi, dedi Saydali olib navkarlarni boshlab yo'lga chiqishga tayyorlangan sarkarlarga qarab. Sarkard Yoqub polvon bilan Sarkard Sidiq o'g'lan savdogar siyoqdagilarga bosh bo'lsin. Sarkard Abdusamad Bahodir hunarvan kasib siyoqdagilarga bosh bo'lsin. Sarkard Umar o'g'lan bilan Sarkard Shirbahram ma'dikor ishlamchilar siyoqdagilarga bosh bo'lsin. Aloqa qilishadigan o'rnlar Andijon rastisidagi Qosimbayning saroyi bo'ladi. Shunda qilsak bo'larmi, Bayojin? To'la o'tdi, dedi Qosimboy qo'l bog'lab. Saroyimning yanida hammom bor. Hammomning orqa o'ylisidagi o'tinxonadan saroyga kiradigan eshik ochqizib qo'yman.
Mədikar işləmçi siyaqıdakı sərkərlər muş işik bilan sarayımıq kirsə, ol Xoca Şərif Qashqariyning shahardagi xufiya bayloqchilarining diqqatini topmaydi. Saydali olib mamnunluq bilan beshini lang'ishdi. Qosimboy Xoja Şərif Qashqariyning boshliq seliqiga bardoshlik berolmay shikoyat qilib kelgan boylardan edi. Uning yanida yana bir qancha boy to'rilar bor edi. Amiz shundoq bo'lsin, dedi Saydali olib. Har birlari bugun yo'lga chiqishdilar. Sarkar nökərlər 3 gündən keyin yo'lga chiqqay. Allah xolisa ilgir keyin bo'lib Qashqar shahrida uchrashqaysizlar. Menmi sarkar lashkarlar bilan 2-3 haftadan keyin yo'lga chiqaman. Farmon berdormiz. Ular Saydali olib bilan xo'shlashib chiqib ketdi. 3 hafta vaqt tezli o'tib ketdi. Bug'doylar seriqdal bo'lishga boshlagan edi. Endi Qashqarga lashkar tortishning vaqti yetdi deb qaragan Saydali olib bugun xotin bolalari bilan xo'shlashib olishni ko'ngliga pukkan edi. Ichkari qasrning o'ylisiga kirgan Saydali olib qaysi og'chisining hujrasiga avval kirish masalasida biroz o'ylanib qoldi. Qoida bo'yicha bo'lganda avval cho'ng og'chisi Sulton Malikaning hujrasiga kirsa to'g'ri bo'ladi. Ammo u hujraga kirish uchun kichik og'chisining hujrasining oldidan o'tishga to'g'ri keladi. Bir haftadan beri Qashqarga lashkar tortadigan ishning tayyorligi bilan bo'lib, qasrga kelmagan edi. Shunga har ikki og'chisini ham ularning yanadagi ikki o'g'lini tangli seg'ingan edi. Saydali olibning kelganini tuyib qoldimi yoki shundoqla to'g'ri kelib qoldimi? Aytavur, hujrasidan kichik og'cha bibi oyat xinim chiqib qoldi. Tug'ib qopqandan keyin biroz samirib, to'lib boshqacha nazokatli bo'lib qolgan bibi oyat xonimni har qitim ko'rganda Saydali olib o'zini tutib olmaydi. Cho'ng og'chisi qaraganda yesh xilil kichik bu juvon Saydali olibning maylini o'ziga tortib turardi. "Bormislar hazratim?" dedi bibi oyat xonim tatliqqina kulimsirguncha beshini egib salom qilib. Saydali olib kichik og'chisining ko'kragidagi ikki tal chilgini esib qo'ygandek ko'rinadigan nimchisini ko'tarib lig'irlab turgan to'lg'an ko'ksiga havas bilan qarab salomini ilik oldi. "Sanizmi hujradimi? Amirzodam qachon bir mening hujramda turgan hazratim?" dedi bibi oyat xonim dodlagandek talaffuzda. "Cho'ng og'chi xonimning hujrasida bo'lmamdi." Saydali olib kichik og'chisining surma surgan xumarliq ko'zlaridan chiqib turgan norozilikning sababini bilib tursimi, chandurmadi. Shu topda uningga tasalli bergusi, hujrasiga kirib bag'riga bosqusi, o'ymoqdek lavlarga pishqan to'g'ashni eslatadigan mangziga suyib erkalatgusi bo'lsimi, o'g'lini ko'rish taqozzoligi g'olib keldi. "Undaq bo'lsa yursizlar, cho'ng og'chining hujrasiga kiraylik." Bibi oyat xonim xolimisimu itoatmanlik bilan Saydali olibga ergashdi. Sulton Malika Turpandan Oqsuga kelgandan beri ikki amirzoda birga o'ynab cho'ng bo'lsa, kichkidan boshlab og'i iniliq mehri o'tishib cho'ngiydi, ham ularni bir qo'lliq tarbiyalagili bo'ladi degandek sabablar bilan Bibi oyat xonimdan tug'ilgan cho'ng amirzodini yeniga akirib olgan edi. Ikki bolani inikonisi imitatdi. Holidan maxsus belgilagan ikki xizmatkor qiz xabar oladi. Shunga Bibi oyat xonim har qanday sabab bilan o'g'lini hujrasiga akiramaydi. Faqat pat-pat og'chiga salom bergili kirgach, o'g'lini ko'rib chiqib ketadi. Qasrga kun oralab kelib turadigan Saydali olibmi ikki o'g'lini ko'proq ko'rib olish, erkiltib qinib olish uchun Sulton xonimning hujrasidan chiqolmaydi. Kichik og'cha Bibi oyat xonimning noroziligi, ranjishining sababi mushuningdan edi. Ammo u bu noroziligini Saydali olibga ochiq deyolmaydi. Chunki kichik og'chining cho'ng og'chining ustidan shikoyat qilishga, dodxo'rlik qilishga haqqi yo'q edi. Noroziligini bildirgan taqdirda Saydali olibning ranjib qilishi mumkin edi. "Harmag'aylar hazratim, poyi qadamlarga muborak bo'lsin." Saydali olib bilan Bibi oyat xonimni ko'rgan cho'ng og'cha Sulton Malika das o'rnidan turib salom berdi va Saydali olibning to'nini o'z qo'li bilan soldirdi. Ondan chaqqonlik bilan mehrobdan bir ta'tilla ko'rib elib, to'rga siliqliq ko'rpining ustiga qo'shlab soldi. "Xo'sh, ko'rpi kaslar hazratim."
Odatda to'n soldirish, ko'rib selish degandek xizmatkor qiladigan ishlarni cho'ng og'chining o'zi qilayotganligini, Said Ali olibni qizg'inlik bilan ko'rpaga taklif qilib, o'ziga e'tiborsiz qarayotganligini ko'rgan kichik og'cha Bibi Oyat xonim ichidan o'rlab turgan rashk azobini besib turib, ulug' kichik tinib qo'ydi-da, supining tuvan tarafiga kelib o'tirdi. Xabar beringlar, Amirzodlarni akirsin. Dasturxon hozirlanglar, dedi Sulton Malika. Ayol o'tmay xizmatkor qizlar ikki amirzodani ko'tirib kirdi. Bo'yturqi ancha farqlanib ketmaydigan Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza taytonlab kelgunicha dadasining quchqig'iga chiqdi. Said Ali olib ikki o'g'lini tiziga o'ltirg'izib, navbat bilan so'yishga boshladi. O'g'lining o'zi bilan ancha kori bo'lmayotganligini his qilgan Bibi Oyat xonimning yuragi ichishib ketdi. O'g'lim hamroh bo'ladigan vaqtim oz. Shunga mehri ko'tarilib ketgan o'xshaydi. Demisimi, mendan bek cho'ng'oqchiga amroq. O'zini kimning tuqqanini bilmaydi. Bo'pti. Yana bir mezgil chiday. Sal aql kirsa o'z onasining kimligini bilib qolar. Xizmatkorlar birdamdala dasturxonni turli noz-ne'matlar bilan to'ldirib etdi. Sulton Malika Said Ali olibni uningdan elishga zo'rlaydi. Xuddi ikki amirzodasini papilagandek papilaydi, yaqinchilik qiladi. Ha rost. Hazratimni ketqaz eg'iz tegar deb ep qo'ygan jo'jam bor edi, dedi Sulton Malika. Jo'jam degani ujma deb izohatda. Jo'jam pishqan o'xshamamdi. So'rdi Said Ali olib. Atigan Aqsu shahrining do'rg'isi Abdushukur Mirza janoblarining og'chisi yenglik deb bir sirat chiqartib ekan, o'zlarini ichiga ep qo'ygan. Undaq bo'lsa eg'iz tegaydi. Turpandığı allaqachon to'kin bo'lib ketdi. Bu yerda yangilik deysizlar, dedi Sulton Malika. Ujmining gapini anglab Bibi Oyat xonimning ko'ngli yana yerim bo'ldi. Atigan akirpagan jo'jamni hazratimga nasiba qilib saqlab qo'yu. Men biror piyola chiqarib bermabdi. Bo'pti. Hazratim yesin. Bir tal og'zimga soldigan bo'lsam, iyak. Ata Qashqarga lashkar tortaman, dedi Said Ali olib. Bu gapni anglab Bibi Oyat xonimning xiyoli bo'lindi. O'rniga ulgurib lashkar tortaman deydi-ku, so'radi Sulton Malika. Qashqarga berib bo'g'ichi o'rim vaqtim bo'lib qoladi, dedi Said Ali olib. Issiqda lashkarlarning yo'l yurmikimi tas, shunga sal burunroq mangay dedim. Hazratim ati Qashqarga lashkar tortib mangsa, bugun oqshom cho'ng oqchisining endi qo'nib qelishi aniq. Uning mening hujramga chiqishdan umid kutmasami bo'g'idek. Ha. Chiqay desimi cho'ng oqchi chiqatmaydi qachon. Bo'ldilar. Ularning tamoshasini ko'rib turg'ich chiqib ketaychi. Bibi Oyat xonim xiyolini yig'ishtirib asta o'rnidan turdi. Men chiqib qozon beshidagilardan xabar olay. Hazratimning qanday xizoq ishtahasi bor ekan, dedi tavazu bilan beshini egib. Agal cho'chira, keyin norin, oxirida boshga besib polo azsun, dedi Sulton Malika kichik og'chini sili o'ltirsila, qozon beshidagilardan xabar olmaslama bo'ladi, billa g'izolanayli demay. Xizmatkorga topilgandek baxaraman javob berib. Ha rost. Hazratim cho'p boshimiz xumardan chiqmaydi. Ko'k chamg'ir bilan bo'dini go'shida salg'uliq tayyorlab bir tatimdan cho'p boshma qilsin. Xo'sh. Salg'uliq tamoq qilganda tayyorlanayotgan taomning tam ehtiyojiga asosan shu taomga silinadigan ko'ktat, quruq yoki ho'l meva deb izohatda. Bibi Oyat xonim Said Ali olib qimi, uning quchqidagi o'g'lig'ini qiymagan holda eshik tarafga qarab mangdi. Ko'zlaridan ixtiyorsiz bo'rondek yosh to'kildi. Ammo buni Said Ali olib bilan Sulton Malika faqatla sezmadi. Xo'ja Sharif Qashqari oyg'oqchilar orqali jazo yurish qilg'uchi qo'shinning yo'lga chiqqanligidan xabar tepib, yana qaytadan jiddiylashdi. Samarqandga yordam so'rab yana Choparman mang'izdi.
shahar sipilining mudofiasini qaytadan chingitdi. Xandaqlarga liq suv to'ldirdi. Yo o'qi, yog'och toshlarni yetkicha azag'ladi. U jangga chiqmay Qashqar shahrini mahkam saqlash qaroriga kelgan edi. Mana bugun Saydali olib boshchiligidagi jazo yurishi qilg'uchi qo'shin Qashqar shahrini muhosiraga olganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa, texchilar biror qitimni hujum qilmay yotadi. Go'yo shaharga hujum qilish niyati yo'qdek, lashkarlar bahramon yurishadi. Shundoq ular haftadan beri raqiblarini jangga undab biror qitim nag'rima chamadi. Nari tortib, suran silib, til haqorat yog'dirmadi. Turqidan Xo'ja Sharif Qashqari bilan Pir Muhammad Barlasning shaharni o'zligidan topshirib berishni kutayotgandek qiladi. Ammo shaharning ichidagi xalq vasvasiga tushib qolgan edi. Ular Xo'ja Sharif Qashqarining poylaqchi xufiyalaridan ehtiyot qilishib, ko'nglidan kechgan xayollarini, olgan mish-mish paranglarini bir-biriga asta pichirlashadi. Anladingmi? Amir Kabir Saydali olibning shaharga hujum qilish niyati yo'qmish. Hujum qilish niyati yo'q odam ajab lashkar tortib ketdig'imsa, shuni deyman. Shaharni muhosirga ep bo'ldi ayna. Bu yilmi ochliqdan qisildigan o'xshaymiz. Rost deydilar. Ular o'tgan yildagidek bug'doyni o'rib olib yana qaytib ketgidek. Shundoq bo'ldigan bo'lsa, qo'saqni qandoq qilamiz? Elimo uyda yigidek hech nima qolmadi. Bizning uyda chishko'lig'idek bir narsa qolmadi. Bolalarim o'yladi chikitib o'rikni yeb jon saqlayotgan 2-3 kun bo'ldi. Bizning uyda o'rikmi yo'q? Ilojisiz o'rik g'ozini yeyapmiz dexe. Bu Xo'ja Sharif degan to'ng'iz yo jangga chiqmadi. Yo shaharni bekorlab yo'q qilmadi. Uning yeydigandan ham yo'q. Bunda oshqo'saq bo'limni kutib yotqicha ombordagi xonashliqni bo'lmaymizmi? Osondamla lashkarlar kecha-kunduz uxlamay saqlayotdi ya'ni. Shahar darvozasini taqilib yo sirtqa chiqib qo'ymagan odamni. Bundaq bularni bilgan bo'lsak, burunroq shaharni tashlab chiqib ketarkanmiz. Saydali olib shahar atrofidagi rayatga ochliq taqitib beribdi. Bolalarimiz qarab turib ochliqdan o'lib ketadigan bo'ldi. Samarqandliklarning zulmidan qutulsak bo'ladi. Manqayslar, sizningcha shundoq kunlar keladimi? Keladi. Natoyinjima. Shahar sirtidagi xon lashkarlarini ko'rganlar. Allohga o'z osonlik berin. Shundoq, Allohdan bir buyruq qiltavermaydi. Shu kunlarda Qashqar shahrida Navoiyxona, Samsxona, choyxona, oshpuzlar butunlay taqilib qolgan edi. Ko'cha-rastlarda kosiblarning xaridor chaqirib to'lg'an ovozni ang'ilib bo'lmaydi. Mayli atigini, mayli kashligi bo'lsin, eshakdan boshqa hayvonlarning ovozi anglanmaydi. Kishilar uylarida boqqan halol hayvonlarning hammasini yeb tugatgan edi. Qushlarni birar falokatni sezgandek Qashqar shahrining osmonidan egib uchib o'tayotgandek qiladi. Shahar shovqin suransiz edi. Masjid munorlaridan ma'zinlarning kishilarni namozga da'vat qilib to'lg'an azonlari anglanadi. Lekin bu azon ovozlari jonsiz, mo'nliq edi. Taqvodor, g'ururliq, nazari ustun Qashqarliklar shu kunlarda nomusni qayrib qo'yib, ko'ziga chiliqqan birar yerim paxtak, kaptar, hatto qushqash ko'zimi tutib olib yeyish uchun horg'ich qo'g'laydi. O'gizlarga, o'ylalarga qurib qo'ygan qismoq, bosmoq, qiltoqlarni kunda necha qitim zo'r umid bilan yo'qlaydi. O'ylardan norsidalarning ota-onasiga bir to'g'ram non g'alvisini qilib yig'lagan ovozlari anglanadi. Kishilar o't cho'plarning yiltizidan tortib daraxtning qo'zoqlarigacha yeyishga bo'ldiganligi narsalarni yeyishga boshlagan edi. Namozlarda jazo yurish qiluvchi qo'shinning shaharga tezroq hujum qilib kirishini yoki qamalni bekor qilib qaytadan ketishini tilaydi.
Şəhərdəki açarçılıqның əksicə şəhər sepilidən qilişmىغىدək egiz tamlar bilan qurşalğan əmir məhkəməsinin o'ttirsidagi talbaranlıq supiga rastlanğan dastıxandakı mol naz-ne'matlar sutdek oydinda odamning ishtihosini qo'zg'aydi. Supining to'rt atrofidagi naqslik to'riklarga o'rnatilgan chiroqboylardagi jin chiroqlar zaminga ko'mish nurlarini oymay chechiyotgan to'lin oydin xijil bo'lgandek ojiz pilildaydi. Tördeki tətillah köpüdə Xoca Şərif Qaşqari bilan yondaş o'tirgan Pir Muhammad Barlas qo'lidagi kavob qilib pishirilgan o'g'loqning oldi putini oldirmay g'ijlavatatdi. Jangga chiqmay mushundaq yetaverimizmi janob Amir? Dedi Pir Muhammad Barlas qo'lidagi chala g'ijlangan ustixonni dasturxonga tashlab qo'yib. Bu degan yovning hayvisini oshirib o'zimizning jasoratini sundirganlik. Bahodir Samarqand lashkarlari uchun nomus. Allaqanda xiyollarga g'arq bo'lib o'tirgan Xo'ja Sharif Qashqari bezorlik bilan Pir Muhammad Barlasga qaradi. Aldiroqsollik shayton vasvasasidir, janob Amir Lashkar. Sizlar degan Qashqarga yangi. Ul yovning ahvolidan, shahardagi avomning fe'lidan ancha xabarlari yo'q. Jangga chiqishga zinhor oldirmisizlar. Xo'ja Sharif Qashqarining sizlar degan Qashqarga yangi degan so'zi Pir Muhammad Barlasning titan tomiriga tekkan edi. U Qashqarliklarning o'zga Pir Muhammad yangi deb laqab qo'yganligidan allburun xabar topgan edi. Shunga Xo'ja Sharif Qashqarining yangi degan so'zi xuddi qo'lga mush bilan urgandek anglandi. O'zlarini dono chaqlab bizni to'la cho'kirmisizlar? Dedi u birdanla ko'zining paxtasini chiqarib. Yetishlamisa, yana ne vaqt xotun kishidek saroyga mukinib yotimiz? Ol badraklar shuncha ola qudratlikmi dozadi? Bizning bahodir lashkarlarimiz ularning tangdish emasmidir? Gapimni xato tushunamizlar, dedi Xo'ja Sharif Qashqari imkon bor o'zini tamkin tutishga tirishib. Ul Saydali olibning helimikra to'la odam. Tadbirda baboyi buzurgi bo'lmish Ulusbegi Xudoydatdan qilishmaydi. Oldirab tenab jangga chiqsa, oldam xaltisiga tushib qolishimiz mumkin. Yani bir necha kun ta'xir qilayli. Ular bizni qo'rqdi, jangga chiqishga petinolmadi deb bexotlashsin. Shu chaqda shaharning to'rt darvozasidan tangli chiqib shapqon urimizda o'zini o'ngshab bo'g'icha teri-peran qilib qirib tashlaymiz. Yani saqlavasak o'tgan yildagidek bug'doylarni o'rib olib tikivassa, o'lchaqda nimaga shapqon urimiz amir janoblari? Xabarlarda bordu. Hozirgi bor ochliq lashkarlarimiz bir oy beqishimizga oron yetadi. Shaharda hech nima qolmadi. Xo'ja Sharif lomjin demadi. Ochliq masalasi uni oldirtib qo'ygan edi. Samarqanddan keladigan oziq-tulikdan texchilik xabar yo'q edi. Nima uchundir Mirza Ulug'bek ularni esdan chiqarib qo'ygandek qiladi. Pir Muhammad Barlas Xo'ja Sharifni javob berishga yana undadi. Gap qilmamla Amir. Shundaqdimi, yana 2-3 kun ta'xir qilayli, dedi Xo'ja Sharif Qashqari johillik bilan. Shu topda u Pir Muhammad Barlasning gapiga oldirab ma'qul bo'lsa, o'zining amirlik shavkatiga nuqson yetadigandak, Pir Muhammad Barlas buningdan keyin texmi haddidan eshib ketib oldigandek, oldiga o'tib elib buyruqbozlik qilgandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Amiz faqat 3 kunli saqlayman, dedi Pir Muhammad Barlas das o'rnidan turib. Yana farmon bermisizlar, o'z oldimga jangga chiqavermang. Poch Samarqandlik. Burnun qonimg'ichi to'xtamaydigan o'xshaysan. Har holda ba maslahat ish qilamiz, dedi Xo'ja Sharif Qashqari lashkarbaqqa mengizga tamshalgan Pir Muhammad Barlasni uzitib etdi. Yolg'iz qolgan Xo'ja Sharif Qashqarini qattiq pushaymon, eg'ir g'am besib olgan edi. O'z vaqtida Said Ahmad Mirzaga askilik qilmasam bo'pti ekan. Martabam tuvanroq bo'lsa-mu, ko'nglim xotirjam edi. Ol kekash Panqoy amirni xohlagancha gapimga kirgizalaydi. Nomda u amir bo'g'ini bilan deginim degan qig'inim qilgan edi. Otasi Ulusbekning oldida xeyli obdan izzat e'tiborim bor edi. Balkim shu chog'da undaq oldiroqsollik qilmagan bo'lsam,
Bu chaqqichi bir viloyatga amir bo'lib qolar edim. Mana Qashqarni Mirza Ulug'bekka tava qilib nimaga erishdi? Samarqand ordusida hech qancha e'tiborim bo'lmadi. Mirza Ulug'bek amirlik martabasini bergan bilan muqim bir ishga tayin qilmay, qo'rqishdan marab qilib qo'ydi. Allah bugungi kunda haq hojilab qo'rqishdan qilib qo'ygan Qashqarga amir bo'lgani bilan Pir Muhammad Barlasni amirlashkar deb qo'shib qo'yg'ashqa putqo'lim tushilib qelyotdi. Ahvol ana boyaqidek. Farmonimga sarkashlik qilman debla turgan. Endi kechikib qoldi. Saydali olib el bo'lib Qashqarni topshirsam, mendan dadasining uchun ammay bo'ldi qilmaydi. Son 3 kundan beri shaharni muasirga og'ini bilan yo hujum qilmay, yo jangga undamay, yo taslim bo'lishimni talab qilmay, o'z kuchimni o'z yig'imda qo'riyotdi. Taslim bo'lib shaharni topshirishimni talab qilgan bo'lsa, sulh talab qilib boqatdim. Jonni saqlab qolgan ish bo'lsa, har qanday talabiga ma'qul deydim. Biroq lashkariy huquq qo'limda emas. Shunga Pir Muhammad yengimi menga ho'kiriyalaydi. Navodi Qashqarni tatqizib qo'ysam, Samarqand ordusiga berishim mumkin emas. O chaqda Mirza Ulug'bekka kerkim qolmaydi. Tex lashkarlarimning jiniga zamin bo'lding deb kollamni elishi mumkin. Qashqarga kelishga unamasam bo'pti ekan. Qashqarning amirligining vasvasasida bilib turib qo'limni o'tqa soldim. Endi tatib olsammi kuyidi. Qashqarni qanchalik vaqt mudofaa qilib saqlag'ili bo'lar. Ambarda pishki zapas asliq bo'lgan bo'lsa, ulashtirib berib, rayatning ko'nglini moyil qilg'ili, Samarqanddan bir xabar kelgisi bardoshlik bergili bo'ladi. Saydali olib shaharni olanmagan taqdirdimi, ochliqni yig'ib olmay hargiz ketmaydi. Shundoq bo'lib qolsa, lashkarni nim bilan boqaman. Avatgan ma'lumotlarimga Mirza Ulug'bek nimishqa javob bermaydigandir. Yoki ma'lumot qo'liga tegmaganmidi? Mumkin emas. Oz deganda 10 qatim chaparman manqusni. Birisini Samarqandga yetib bormasligi mumkin emas. Hech bo'lmasa lashkar avatmisimi oziq-tulik avasi bo'ladi. O'zim topgan baloga nag baray davoga degan mush o'xshaydi. Saydali olib kechirim so'rab, gunohimni tilab xatavassam ekan. Shundoq qilay. Gunohimdan o'tsa bir urinib boqay. Aqli shahar sirtiga ishonchlik odamlarimdan birini mangdiray. Navodi qabul qilmizchi. O chaqda mayli. Beshimga kaginni ko'rib jangga chiqaman. Qashqarda 15 ming lashkar bor. Buni oz lashkar degili bo'lmaydi. Kim biladi o'tihi? Qalbi nusrat yuzlanib qolamdi. Navodi shundoq bo'lib qolsa, buni bilan bo'ldi qilmay. U taraf Aqsu, bu taraf Yorkand, Xotan qatorliq viloyatlarni ilkim kelib, butkul Malay suyaga amir bo'lman. Xo'ja Sharif Qashqari bilib bilmay tatli xiyollar qaynamaga sho'ng'iyotdi. Malay suyar deganimiz Ko'rla, Aqsu, Kucha, Boy, Uchturpan, Issiqko'l, Qashqar, Xotan, Oltintog' vodisi qatorliq yurtlarning umumiy nomi bo'lib, Quyosh manglayiga suyadigan yurt degan ma'noda debdi izohatda. Shu daqiqada amir mahkamasidan yomonlagan hisobda yenib chiqqan Pir Muhammad Barlasning tatli xiyollar chirmib olgan edi. Xo'ja Sharif qasdan yovni kuchli ko'rsatib, jangning ajr to'hpisini o'zining qilib olmoqchi. Amirlik martabasini past qilib, meni kichik boldek og'ziga qaratmoqchi. Ilgari Samarqand lashkariy devonida qilgan xizmatimning to'hpisi butunlay Amir Sulton Jandarga bo'ladi. Mirza Ulug'bek oliylari shuni tortiqlaydi, maqtaydi, e'tiborlaydi. Mening ko'rsatgan to'hpam qumga suv singandek ko'zga ko'rinmaydi. Endi Xo'ja Sharifning og'ziga qarab o'tiraversam bo'lmas. O'z vaqtida xon oliylari Qashqarning hamma ishlariga uni mas'ul degan bilan, yana bir-biringlar bilan obdan ko'maklashinglar deganni qo'shib qo'ygan. Demak, xon oliylarining nazarida martabam yana uning bilan teng. Avval jangga chiqib yovni chekindiray. Ondan bo'lingan hamma ahvolni xon oliylariga ma'lum qilaman. Tog'am Shayxul Islom Burhoniddin hazratlari Qashqar tomon mang'inimda sabr qilg'aysiz. Ul Xo'ja Sharif Qashqari hududida uzun turolmaydi. Oxirgi hisobda Qashqarning amirligimi sizga qoladi degan edi.
u vaqti kelganda Mirza Ulug'bek oliylarga ikki og'iz yaxshi gapimni qilmay, g'amimni yemay qolmaydi. Bu navbat shaharni muasirga ilib olgan yovni yo'qotsamlar, Xo'ja Sharifning ko'tiga tepmikim texim oson bo'ladi. Tog'ay buzurg orqali Mirza Ulug'bek oliylarga ajr tuhfini o'zimning nomini ma'lum qilg'izaman. Xo'ja Sharif Qashqarliklar laqam qo'ysin ma'qul. O'tib teshib senmi yuzimga laqamimni tilga elib Köstümen, Pir Muhammad yangi deb laqam qo'ygan Qashqarlikka. Amir mahkamasi bilan lashkargoh bir mahalla orqali ayrilib turadi. Atrof sutdek oydin, ko'cha odamsiz edi. Qaysi bir xalta ko'chadan jesakchining ezilib urgan taqildaq ovozi anglanadi. Tuyuqsiz oldi tarafdan paydo bo'lgan 20-30 qora ko'langa Pir Muhammad Barlasning xiyolini uzib qo'ydi. U aran 10 necha xos nökirni elib amir mahkamasiga borgan edi. Qashqarga dastlab kelganda sirtqi chiqsa birer yuz nökirni hamroh qilib chiqadi. Keyin bir qism amirlarning boy zardarlarning qasrida o'tkazilgan ziyofat bazmalarga bunchalar ko'p qo'riqchi ep berishni beyab ko'rib, sonini oziltib etgan edi. Pir Muhammad Barlasning badanini birdinla so'g'uq ter bosdi. Otdan yiqilib tushishdan ansirgandek ixtiyorsiz egarning qushbeshini mahkam tutib oldi. Uningcha qo'riqlari uning atrofini chambar shaklida o'rab ulgurdi. Yilqi qora ko'langilar uningga qarab asta-asta yaqinlashyotdi. Orqa tarafimizdan odam kelyotdi, dedi nökarbeshi huduqqan oldi. Pir Muhammad Barlas tashvishlangan holda shaqqida orqasiga qaradi. Orqa tarafidan qistab kelayotgan ko'langilarning soni 30 dan kam emas edi. Ko'chaning ikki tarafiga shahar aholisining uylari joylashgan bo'lib, qachish imkoniyati yo'q edi. İçi-içidan qopsab kelgan vahima Pir Muhammad Barlasni tantiratdi. Etining beshini heli oldiga, heli orqasiga burdi. Shu daqiqada u orqasiga yenib amir mahkamasiga berib olishni yoki oldiga menib lashkargohga yetib olishni bilmay qolgan edi. Uning orqasiga yenib Xo'ja Sharif Qashqariydan panohlik tilashga ro'yi bormadi. Lashkargohda 15 mingga yaqin sarkar lashkarlari bor edi. Bir eg'iz buyruq bersa, ular shaharni to'p-tis qilib yetalaydi. Mushularni o'ylab ko'ngli biroz joyiga tushdi. U etining beshini oldiga to'g'rilab turib, navkarlarga buyruq berdi. O'sib o'tib ketaylik. Pir Muhammad Barlas oldidagi ko'langilarning piyoda ekanligini ko'rib, ostidagi chopchib turgan etiga qattiq ishongan edi. Piyodalarning quyundek chepib kelgan otning oldini to'siy olishi mumkin emas edi. Sag'risiq ochiq qamchi tekkan otlar olg'a qarab jon jahli bilan chepishga boshladi. Otliqlarning bostirib kelganini ko'rgan ko'langilar bir isqirtqincha ikki tarafga bo'linib yo'l bo'shatdi. Quyundek chepib kelayotgan ot ustida o'tirgan Pir Muhammad Barlas ko'langilarning chiroyiga bakrak qarashga ulgurmay o'tib ketdi. Xudoga shukr, harni bo'sh ish, hech ish chiqmadi. Balki men ziyod ehtiyot qilib ketgan o'xshayman. Pir Muhammad Barlasning xiyoli oxirlashmayla eti bir narsaga putlashib qattiq mo'dirib ketdi. Xeyli xotirjam bo'lib qolgan Pir Muhammad Barlas bu tuyuqsiz zarbidan mudofaa ko'rishga ulgurmay otning beshidan ortilib mollab otqinicha yerga gulib bir yiqildi. Uning bilan tang ot choptirib kelayotgan navkarlarning ahvolimi uningdan qilishmaydi. Kimlardir ko'chaga to'rt qator qilib arg'amchi tortib qo'ygan bo'lib, chepib kelayotgan otlar o'sha arg'amchilarga putlashib mo'dirilgan edi. Hay tuyitdigicha xuddi osmondan tushgandek paydo bo'lgan qora ko'langilar Pir Muhammad Barlasning navkarlari bilan qo'shib tutib oldi. Sizlar kim bo'lasizlar? Qattiq quduq jon imon chiqib ketgan Pir Muhammad Barlasning tili qo'lashmaydi. Sen hozir Mo'g'uliston bahodirlarining qo'liga tushding, janobi Pir Muhammad yangi. Dedi sarkarda Olchinbek log'ildab titrab turgan Pir Muhammad Barlasga masxiralik qarab. Putqo'lida jon qolmagan Pir Muhammad Barlas qayta zuvan surmadi. U beshig'i kelgan taqdirga tanbagandek qiladi. Yigitlar uni navkarlar bilan birga o'ng tarafdagi qo'sh qanotli darvozaning ichiga elib kirdi. Darvoza ichi xeyli kengri bo'yli edi.
Pir Muhammed Barlas o'yladagi qurollarni yalang'ochlab tak bo'lib turgan 500 ga yaqin yigitni ko'rib hayron qoldi. Xudoya tova. Bular nereden paydo bo'lib qolgandi? Shahar darvozalari qo'ldan ketdimi ya? Darvoza qo'ldan ketgan bo'lsa, hech bir shap yo'q amsa. Shaharga qanot yasab uchib kirganmidi bu badiraklar? Ha, bular Saydali olib Aqsu'dagi chig'idilar, Sodigar va Narvan, Madikar siyoqida yasandırıp Türkümge bölüp Qashqarga mang'uzgan nökarlar edi. Ular Pir Muhammed Barlasni nökarlari bilan o'yladagi pesharvalliq o'ylarning ichkarisidagi qorong'u bir qoznaqqa solib, put-qo'llarini midiril tomog'idek qilib, chambarchas bog'lab etdi. Yoqub polvon, dedi Sarkarda Olchinbey o'ylada shap chiqarmay turgan yigitlarga qarab. Labbay, deb oldiga chiqdi Yoqub polvon. O'zlar 100 yigit bilan berib amir mahkamasini kuzatsizlar. Munofiq Xo'ja Sharif Qashqarini qochirvatsizlar. Amir kabir janoblarining oldida kollalar bilan javob qilalar. Farmon berdorman. Darhol otlansizlar. Yoqub polvon 100 nafar nökarni boshlab o'yladan shap chiqarmay chiqib ketdi. Sidiq o'g'lon, Ömer o'g'lon, Absamat Bahodir, Shirbahrom, Labbay deb oldiga chiqdi ismi atalgan 4 sarkarda. Har birlari bir taramdan yigitlarga bosh bo'lishdilar. Kelishuvimiz bo'yicha Yorbog' darvosini egilib, Sepil sirtidagi sarkar lashkarlarimizning shaharga kirishiga yo'l ochamiz. Absamat Bahodir darvoza tudagi lashkarxonada yotgan lashkarlarning ishini bir taraf qilg'ay. Ömer o'g'lon Sepilning o'ng tarafidagi burjut turgan qorovullarning ishini, Sidiq o'g'lon Sepilning so'l tarafidagi burjutda turgan qorovullarning ishini bir taraf qilg'ay. Sarkar Shirbahrom Bahodir bilan men darvoza ustidagi qorovullarning ishini bir taraf qilg'ash, darvoza ochishga mas'ul bo'lamiz. Ahvol qarab o'zaro ko'maklashsak bo'ladi. Amir kabir Saydali olib janoblarining farmoni yodlarida bordi. Yodimizda. Yana bir qitim samilarga sep qo'yay. Shu topda Qashqar lashkargohida bir tumandan ortiq yov lashkari uxlab yotadi. Yorbog' darvosini qancha tez ochsaq, sarkar lashkarlarimiz shaharga shuncha tez kirib ularni muhosirga elib olaydi. Navoda ular lashkargohdan chiqib ketsa, qirg'inchilik yuz berib behuda o'lim yetim bo'ladi. Oddiy avom ra'yat qirilib ketadi. Saydali olib janoblarining tadbiri ularni lashkargohdan chiqarmaslik. Shunga darvozadan kirgan sarkar lashkarlarimizni udul lashkargoh tarafga boshlab boramiz. Lashkargohni muhosirga elib olsak, qoldi ishlarni bir taraf qilmoq oson. Farmonni jenimiz bilan o'rindaymiz. Undaq bo'lsa darhol harakatlanaylik. Yigitlar o'yladan shap chiqarmay chiqib, shaharning Yorbog' darvozasini nishonlab yugurishga boshladi. Tun yerimlashgan edi. Shaharni qo'rishib olgan Mo'g'uliston lashkarlari faqat hujum qilmay jim turib uchun Sepil darvozalarini muhofazat qilayotgan Samarqand lashkarlari xeyli bexudlashib qolgan edi. Uning ustiga shaharda jazo yurish qiluvchi qo'shin o'tgan yildagidek bug'doylarni o'rib olib chekinib ketgudek, shaharga hujum qilmagudek degandek paranglar tarqalg'ashqa, Sepil va darvozalarga lashkarlar ancha ehtiyot qilib ketmaydigan qorovullikni xeyli bo'shashtirib qo'ygan edi. Shu topda Sepil ustidagi qorovullar Sepilning qo'xtalariga yo'langunicha mugdavatdi. Darvozaning ustidagi kuzatchilar bo'lsa, g'amit yo'q xo'rak tortib. Yigitlar Sarkarda Olchinbeyning boshchiligida Yorbog' darvozasiga kam bilan yaqinlashdi. Darvoza yanidagi Sepil temiga yo'lab selingan lashkarxonadagi lashkarlar eg'ir uyquga ketishgan edi. Absamat Bahodir yigitlar bilan lashkarxonaga shap chiqarmay yaqinlashdi. Bu chog'da Ömer o'g'lon bilan Sidiq o'g'lonning yigitlari darvozaning o'ng so'l tarafidan Sepil ustiga chiqib bo'lgan edi. Sarkarda Olchinbey bilan Shirbahrom Bahodirga ergashgan yigitlar darvozani saqlayotgan lashkarlarni injiqlashga fursat bermay bo'g'izlayotdi. Darvozaning ustidagi kuzatxonada mugdab turgan lashkarlar pastki sharpini sezib biroz sagaklashdi. Ahvolni bilib beqish uchun pastga tushishga harakat qildi, lekin ular kechikkan edi. Chaqmoq tezligida darvoza ustiga chiqqan Olchinbek bilan Shirbahrom Bahodir yigitlar bilan bir hamla qilibla texi uyqusi to'liq echilib bo'lmagan bechora lashkarlarga yo'l vosita tashlandi.
Bir neçinglar pastga tushib darvozani ochishga hamdam bo'linglar. Qolganlaringlar Xandakning osma ko'rkini tushiringlar. Osma ko'rkning og'amchisidan ov yer ekan. Yigitlarga buyruq berib bo'lgan Sarkarda Olchinbek o'lgan lashkarlarning to'nini soldirib olib, qo'ynidagi chaqmoq toshni surkab, to'nga o't tutashtirdi. To'n asta tutib, keyin lappada o't oldi. O't tutashgan to'nni kuzatxonadagi yarog'donga tizib qo'ygan bir ton nayzning uchiga yo'gab, pulanglatib, sepil sirtidagi taq bo'lib turgan Sarkarda lashkarlarga belgi berdi. Saydali olib barliq Sarkarda lashkarlarini darvozaga yaqinlashtirib taq qilib turgan edi. Belgini ko'rib darvozaga qarab ot soldi. Boshqa Sarkarlarmi lashkarxona va sepilning ikki tarafidagi burjida kuzatib turayotgan lashkarlarni butunlay qirib etgan edi. Shunga Yorbaq darvozasiga qarab saldek bostirib kelayotgan jazo yurish qilg'ichi qo'shin mayli darvozada, mayli sepilning ustida bo'lsin, hech qanday qarshilikka uchirmadi. Olchinbekning yigitlariga agishib udul lashkarga qarab ilgirlanglar. Lashkargahni to'liq muhosirga ilinglar. Harakatinglar chaqqan ham yengil bo'lsin. Dedi eng avval Yorbaq darvozasiga kirib bo'lgan Saydali olib Sarkardalarga buyruq berdi. Qashqar shahriga muvaffaqiyatli kirgan taqdirdami, shaharni saqlab yotgan lashkargohdagi bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlariga unumli taqobil turmasa, shaharda cho'ng qirg'inchilik yuz berganligini jazmlashtirgan Saydali olib eng avval lashkargohni qo'rishib, o'sha bir tumandan ortiq yov lashkarlarini midir-sidir qilolmas holatga keltirib qo'yishni planlagan edi. Bomdoddan burun shaharga kirib, shab chiqarmay lashkargohga yaqinlashgan Saydali olibning Sarkarda lashkarlari Qashqar lashkargohini butunlay qo'rishib oldi. Tuyuqsiz yangragan nag'rudunbaq sadosi lashkargohdagi lashkarlarni, shahardagi oddiy xalqni kechadan beri g'am, pushaymon ilkida uxlayolmay, amdil kirpik uyquga ilinishgan Xo'ja Sharif Qashqarini qattiq cho'chitib etdi. Xotin bolalarini ishini mahkam taqab, sirtqa chiqmaslikqa chekilib, birdan ishkidan sirtqa chiqqan yurakliroq erkaklar lashkargoh tarafga qarab kelishga boshladi. Yotgan o'rnidan qor bosgandek cho'chib uyg'ongan Samarqand Sarkarda lashkarlari oldirab denab kiyinib, lashkargohning temidan sirtqa qarab g'ong-tong kelishdi. Lashkargohni qatma-qat qo'rishib olgan minglagan Mo'g'uliston lashkarlari nari tortib, cho'qon suran selib, hayvi ko'ztishdi. Ular osmondan tushgandakli paydo bo'lib qolgan raqiblarini ko'rib, qattiq vahimaga tushishdi. Ahvolni Amir lashkarga ma'lum qilish uchun yugurgan Sarkardalar mahramlardan Amir lashkar Pir Muhammad Barlasning oqshom Amir mahkamasiga ketgunicha qaytib kelmaganligini bilib, texnobak sarosimga tushdi. Beshi kesib etilgan yilondek o'zlarini har tarafga urishdi. Shu taqda ular jon qayg'usida qilishgan bo'lib, hech qaysida lashkargohdagi bir tuman lashkarni boshlab chiqib, raqiblari bilan jang qilgudek jur'at yo'q edi. Lashkargoh tarafdan tuyuqsiz anglangan nag'rudunbaq sadosidan cho'chib uyg'ongan Amir Xo'ja Sharif Qashqari hech nimani oqiramay bir necha daqiqa mugdab turib qoldi. Tuyuqsiz bir ish esiga kelgandek chachrab o'rnidan turib ketdi. Darhol ot tayyorla! Vaqirdi o'diqib turgan mahramga qarab. Pir Muhammad yangi degan 4 Samarqand qari. Oqsham norozi bo'lib keldining qo'pirg'unicha hollazilgan. Bit ketib qolgan edi. Ahvoldan qaraganda bosh-boshliqlik qilib yovg'i shab qo'nirmoqchi bo'lgan o'xshaydi. Darhol to'sib olay. O'zi burniga yeb yo'g'onchilik qilg'iniga to'ysig'u yaxshi bo'ladi. Biroq koltipanlik qilib lashkarlarni behuda talafotga uchratsa, Qashqarni saqlab qolmoq tasga to'xtaydi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar uni to'simaq kerak. Yomoniga kelsa Mirzo Ulug'bek oliylarining yorliqini pesh qilaman. Ah, Xudo, lashkariy huquqni o'ngchi bermagandikin nima qilar edim Qashqarga kelib? Pir Muhammad yangi. Zahatni o'qib o'tay. Xar degani eshak degan so'zga. Hollazilmoq degan o'zini cho'ng tutib qaydimoq debdi izohatda. 100 nafar xos navkarini agashtirib Amir mahkamasidan chiqqan Xo'ja Sharif Qashqarining 200-300 qadam manga-mangmayla birdan yuragi omburda qisqandek siyqirab, put-qo'lida jon qolmadi. Uning yerdan unib chiqqandek paydo bo'lib, oldin to'sib olgan Yoqub polvon boshchiligidagi 100 dan ortiq Mo'g'uliston navkarlariga tikilgan ko'zlari choniqidan chiqib ketgudek chekchaydi. Ya Xudo, nima karomat bu?
qora bosmayotganda, ha? Ey, Xo'ja Sharif degan mal'un, chiroyliqcha otdan tush. Yoqub polvonning ovozi Xo'ja Sharif Qashqariyga xuddi ochiq osmonda chaqmoq chiqib, havo guldirligandek ta'sir qildi. A'zoyni purruda qor ter bosdi. Tanglaylar qurib, tili gapga kelmadi. Biz faqat munofiq Amir Xo'ja Sharifni tutamiz. Qarshilik ko'rsatmasanglar gunohinglarni surishtirmaymiz. Chiroyliqcha qurol tashlab taslim bo'linglar. Hozir shahar butunlay xon lashkarlarining ilkida, dedi Yoqub polvon Xo'ja Sharifning navkarlariga qarab. Amirning qattiq uduqib ketganini ko'rgan navkarlar allaqachon aloqsada bo'lishib, jon qayg'usida qolgan edi. Ularning yolg'a va'dasiga ishonmanglar, dedi Xo'ja Sharif Qashqari navkarlarga yelinish nazari bilan qarab. Shahar tek qo'ldan ketgan yo'q. Chaqqan bo'linglar. Ularni jahannamga ustayli. Xo'ja Sharif Qashqarining buyrug'i shu peti qoldi. Uning gaplari navkarlarning qulqiga kirmagandek qiladi. Ular bir bas turib olgandan keyin xuddi maslahatlashib olgandek otdan tangli tushishdi-da qurollarini tashlashdi. Bu navkarlarning hammasi Qashqarlik yigitlar bo'lib, Xo'ja Sharif Qashqarga kelgandan keyin ularni tanlab o'ziga xos navkar qilib olgan edi. Buyruqning ahmoqligini ko'rgan Xo'ja Sharif ojiz bir umidning turtkisida etining beshini orqaga burab qamchi soldi. Lekin u o'qdak etilib kelgan Yoqub polvonning navkarlarining qo'lidan qechib qutulolmadi. Yigitlar uni bir tatibli otdan tushirdi-da, qimir qilolmag'idek darajada bog'lab etdi. "Sizlarga ijozat", dedi Yoqub polvon piyoqchini tashvish ilkida turgan Xo'ja Sharifning navkarlariga qarab. "Kassanglarmi mayli, bizga qo'shilsanglarmi mayli. Sizlarga navkar bo'g'imiz bor sarkarda", deyishdi ular. "Amis yuringlar", dedi Yoqub polvon. "Lashkargohga boramiz." Subhi asta-asta oqarib, Qashqar yangi bir tongni kutib olmoqda edi. Lashkargohda qopsilib qolgan Samarqand lashkarlari texchi Amir lashkar Pir Muhammad Barlos bilan Xo'ja Sharif Qashqariydan xabar bo'lmag'achqa, yo hujumga o'tishni, yo lashkargohni saqlab yetaverishni bilolmay g'angirab qilishgan edi. Sarkarlar bir-birining maslahatiga ko'nmaydi. Hech kimning buyrug'ini anglamaydi. Vujudini umidsizlik, tashvish, vahima cho'lg'agan edi. Lashkargoh ichidagilar quloqlaringlarni ding tutib anglanglar. Ogoh va dono bo'linglarki, qurol tashlab taslim bo'lsanglar o'limdan qutulib qolasizlar. Amir Xo'ja Sharif bilan Amir lashkar Pir Muhammad Barlos allaqachon bizning qo'limizga tushib bo'ldi. Lashkargoh darvozasining ustidagi kuzatxonaga chiqib olgan sarkarda sarvozlar Saydali Olibning ogohlantirishiga ancha ishonmagandek qiladi. Atrofni qatma-qat qo'rishib olgan Alpozdan hozirli lashkargohning kulini ko'k so'raydigandek turishgan Mo'g'uliston lashkarlariga tikilgan ko'zlari tashvishli edi. Mo'g'uliston lashkarlarining orqasidagi davrab turgan minglagan avom shu topda ularga necha tuman lashkarning qo'rshovida qolgandek tuyg'u bergan edi. Undaq bo'lsa bizga Amir Xo'ja Sharif Qashqari bilan Amir lashkar Pir Muhammad Barlos janoblarini ko'rsatsizlar, dedi Samarqand lashkarlari. Saydali Olibning ishorati bilan sarkarlar to'pning orasidan mahkam bog'langan Xo'ja Sharif bilan Pir Muhammad Barlosni ittirib chiqarib tizlantirdi. Saydali Olibning lashkargoh ichida qopsilib qolgan yov lashkarlari bilan jang qilg'usi yo'q edi. Imkon bor ularni urushsiz asirga ilishni ko'ngliga pukkan edi. Chunki jang bo'lib qolsa, hayot qilishdan umidi uzilgan Samarqand lashkarlari hamon bir o'limda bo'sh kelmaydi-da, har ikki tarafdan qon to'kiladi. Hatto shahar aholisi bu qirg'inchilikning vaboliga ketadi. Shunga u qo'rshovda qolgan sarkarlarning yurikiga hujum qilib o'tadi. "Endi o ishongansizlar", dedi Saydali olib ularga mag'rur qarab. "Hayot qolay desanglar, darhol qurol tashlanglar. Agar qurol tashlamasak-chi?" so'radi bir sarkarda. "Qurol tashlamasanglar, oqibatinglar mana mundaq bo'ladi." Saydali olib shundoq degunicha oldida tizlanib turgan Pir Muhammad Barlosning beshiga zarb bilan qilich chapdi.
Bo'ynidan cho'rtli uzilib tushgan bosh do'mlab berib to'pig'i milinib to'xtadi. Munar ustidagi sarkarlarning yuragi siyqirdi. Xo'ja Sharif Qashqarining chiroyida bo'lsa qon qolmagan edi. Yana so'raydigan gapinglar bormi? Vaqirdi Saydali olib ko'zlarini chakchaytib. Kuzatxonadagi sarkarlar nima deb javob berishni bilolmay turib qolishgan edi. Rostilla bizga hayot yo'li beramdilar. Sizlarga qandoq ishonamiz? Saydali olib javob berib bo'lg'cha Xo'ja Sharif Qashqari kuzatxonadagi sarkarlarga qarab vaqirdi. Hargiz qurol tashlamanglar. Amir sizlarni aldayotdi. Og'zini yum mal'un. Qattiq g'azablangan Saydali olib bir qilish bilan Xo'ja Sharif Qashqarining beshini uzib tashladi-da, qon to'lgan ko'zlarini kuzatxon ustidagi sarkarlarga tikdi. Mening sabr toqatim chaklik. Darhol javob beringlar. Qurol tashlamsizlar yo'q. Sizlar bilan sulh qilib o'ltirmayman. Ammo gapim gap. Gunohinglarni qilsanglar omon qolasizlar. Qurol tashlaydi. Deyishdi ishki amirning qo'lisidan ayrilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan sarkarlar umidsizlik bilan. Hammasi qurol tashlab darvozadan bir-birlab chiqinglar. Sarkardilar ruhi tushgan holda kuzatxona ustidan ayrilishdi. Bir necha daqiqadan keyin lashkargohning temir darvozasi nolali g'ichirlab ochildi. Avval sarkardilar, ondan sarvozlar, lashkarlar bir-birlab chiqishga boshladi. Mo'g'uliston lashkarlari ularni udulliq bog'ladi. Qurolsizlangan Samarqand lashkarlari ana ashusunda tushga yaqin lashkargohdan butunlay chiqib bo'ldi. Shahar aholisining uylaridan yig'ib kelgan shuncha ko'p arg'amchi tanolar ularni bog'lashga yetishmay qoldi. Saydali olib va'dasida turib ularni o'ldirmadi. 5000 lashkarni ayirib o'z lashkarlariga qo'shib oldi. Qolganlarni har 100 odamni bir tanab qilib bog'lab, lashkarlarning nazoratida u tarafi Xotan, Yorkan, Oltuntog', Charchan, Lop, bu tarafi Oqsu, Boy, Uch, Ko'char, Ko'nchi, Turpan, Qumul va Ili vodilariga yo'lga soldi va bu yurtlarning amirlariga asirlarni avval bir mezgil eg'ir emgak silib, ondan lashkarlar orasiga qo'shib olish xususida farmon avatdi. Lop degani Lopnur, Uch degani Uchturpan deb izohatdi. Shundoq qilib, Qashqar Buyuk Mo'g'uliston elining tasarrufiga qaytadan o'tdi. Xotin bolalarni Oqsudan Qashqarga akeldirib olgan Saydali olib Turpanga qaytishga oldirmadi. Orduga g'albidan ma'lumot yo'lladi va Sulton Esanbo'g'a xondan Qashqarda bir mezgil turishga ijozat so'radi. U Mirza Ulug'begning qaytadan lashkar tortishidan ansirab, Qashqarda bir mezgil turish qaroriga kelgan edi. Asiyodi rasadxonini tezroq tutkazishni qolgan Mirza Ulug'bek Qashqarning qo'ldan ketganligini, Xo'ja Sharif Qashqari bilan Pir Muhammad Barlasning o'ldirilib, bir tumandan ortiq lashkarlarning butunlay asirga elinganligidan xabar tepib, Qashqardan burunroq voz kechmaganiga o'kindi. Bir qism amirlarning lashkar tortib berib, Qashqarni qaytadan qo'lga olish taklifiga qiziqmadi. Shundoq qilib, Buyuk Mo'g'uliston eliga qaytadan tinchlik, xotirjamlik yuzlandi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.